78. Assalomu alaykum. Bugun bizning klinikamizda yangi yil oqshomi. Ertalabdan hammamiz yaxshi kayfiyatda ishni boshlab oldik. Albatta bayram o'z yo'liga, operatsiyalar o'z vaqtida o'tkazilishi kerak. Kun davomida bizda 7 ta operatsiya bo'lib o'tdi va bularning hammasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ish tugagandan so'ng klinikada qoladigan o'sha 3 ta omadli shaxsdan boshqa hamma yangi yilga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Shu qatori men ham. Va nihoyat New Year partiyaga ham yetib keldik. Klinikaga atab tort ham bezatishibdi. Biz joyimizga borib o'tirib oldik, hamda sekingina ovqatlanib olib, orqasidan ozroq o'ynab qizib oldik. Va partiyaning kulminatsion qisman lotereyaga start berildi. Prizga har xil sovg'alar va pul mukofotlari qo'yilgan. Eng katta priz $100 edi. Bizda hatto qarz yutganlar ham bo'ldi. Men o'zim 200 ming so'm yutib oldim. 79-raqam bilan, yonimda o'tirgan 78-raqamni esa 78. albatta eng katta priz yutgan odam davrani hech kimga bermaydi. So'ng tort kesildi, sovg'alar tarqatildi. Eng muhimi, yangi yilga oyliklar yana oshdi.